Buxoro davlat universitetida ko'plab yoshlar qatorida oliygoh peshtoqiga osilgan javoblar varaqasidan o'z raqamini qidirayotgan Sevar Halimova natijadan xursand. Pedagogika psixologiya yo'nalishi bo'yicha davlat kontrakt asosida o'qishga qabul qilindim. Bugun quvonchimni cheki yo'q. Bu kunni juda ham uzoq kutganman. 85 yillik faoliyatga ega Otaxon ta'lim dargohi bo'lgan Buxoro davlat universitetida o'qishni orzu qilgan yoshlar safi yildan yilga ko'paymoqda. Ikkinchi o'rin grant bilan 197 ball bilan Buxoro davlat universitetining tarix fakultetiga qabul qilindim. Men bundan juda ham xursandman. Bugunda Buxoroda 4 ta oliygoh mavjud bo'lib, birgina Buxoro davlat universitetiga bu yil 10 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirgan edi. 2016-2017 o'quv yili uchun Buxoro davlat universiteti 33 yo'nalishda bakalavrlikka, 16 yo'nalishda magistrlikka eng yuqori ball to'plagan yoshlarni o'qishga qabul qildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.